To'la hammaga salom bo'llar. Bugun sizlar bilan Sayyid Gamer o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Короче, bugungi videomizda top 5 ta qishloq sedlar o'rtoqlar. Nu biza qani ket o'rtoqlar. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kommentariyaga yozishingizni qoldirish esdan chiqmasin. Nu bizada qani hop o'rtoqlar. Qaranglar, bizning birinchi o'rinda biza Minecraft'amiz o'rtoqlar. Bu hop oddiy Minecraft hammada bo'lsa kerak. Nu mana nev degan joyga kiramiz. Keyin Adventure o'ng tomon eng chekkasida turibdi. Mana shunga bosamiz. Keyin bu yerda set degan joy bor. Shu setga yozamiz o'rtoqlar. Hop, birinchi nimamiz hop mi qilamiz. Okay, keyin bu name qiziq emas. Qolaganlarini ko'ringlar. Men adashmasligim uchun mimi qilib qo'yapman o'rtoqlar va ochasizlar, kamerani tutib olaylik o'rtoqlar. Nima qilib bu kamerada? Bo'ldi o'rtoqlar va ochasizlar, mana qishloq o'rtoqlar. O'rtoqlar, oppa mana o'rtoqlar. Normalniy video syujet olgani zo'r qishloq короче. Bu birinchi setimiz edi. Nu qani ikkinchisi go. Hop o'rtoqlar, endi ikkinchi setimizda hop qanaqa bo'ladi? Yumshoqdan 3 ta o'rtoqlar. 3 ta yumshoqqa qilasizlar, o'sha set degan joyiga. Keyin hozir name ga ham shuni qo'yamiz va creative world degan bosamiz. Nu ko'ribsizlarki, mana qishloq o'rtoqlar bu ham. Nu syujet olgani, video olgani zo'r qishloq o'rtoqlar. Mana bu yerda kompot uyi bor, to'g'ri kompot deyman, temirchini uyi bor. Mana bitta bog'da, nu bog'da ham qishloq. Nu ikkita qishloq o'rtasida soy bor o'rtoqlar. Soy deyman, daryo bor. Nu shu syujetlarga bo'ladi o'rtoqlar. Demak, bizda 3-setga ketdi. Hop o'rtoqlar, endi 3-setimizda bizani hop короче, qaranglar. Katta bilan hammasi final. Mana bilgan bo'lsalaring, bu finalda hozir ko'rsataman. Final. Nu hozir Creative World. Nu taniganlar bo'lsa tanigan. Boshqa Minecraft olganman o'rtoqlar. Nu o'sha syujet короче. Bilgan biladi короче. Hop, bu yerda temirchini uyi va mana bu yer. Bu yer ham juda chiroyli qishloq o'rtoqlar. Syujet olgani. Va men hozir la'natlangan qishloqda shu yerda olyapman. Nu yaxshi chiqyapti o'rtoqlar degan umiddaman. Hop, demak, uchinchisi shu edi. Nu masalan 4-siga qana ketdi. Hop o'rtoqlar, mana 3 ta bo'ldi. Endi 4-setimizda bizani 4-setimizda virus ana o'rtoqlar, kirchama kichkina bilan virus. Hop o'rtoqlar, bo'ldi demak Creative World. Nu mana shunaqa joyda tug'ilasizlar, aqabaqa ketib olmanglar. Shuni o'ng tomonga qarasalaring, bu yerda chiqadi o'rtoqlar o'zi. Nu bu yerda ham kichkinaroq. Nu syujet olgani uncha bo'lmaydi o'rtoqlar bu yerda. Survival qilganda sal yaxshiroq. Nu qaranglar, kichikroqda. Video bo'lmaydi короче bu nimalarda. Shuning uchun bu 4-setimizda, nu masalan 5-setimizga qani ket. Hop o'rtoqlar, endi nihoyat 5-si va eng zo'riga keldik o'rtoqlar. Hop qaranglar, metiga yozasizlar. Hammasi kichkina bilan Asad joy tashab, yo'q, met katta bo'lib ketib qoldi. Bosh yozamiz ekan. Asad joy tashab bot. Просто shunday qilasizlar, bo'ldi, tamom o'rtoqlar. Bu bizani 5-setimiz. Asad bot. Nu bo'lgan o'rtoqlar. U ketibdi. Botani ko'ryapsizlarmi? Nu Creative World. Bu ham manaqa joyda tug'ilasizlar. Ko'p kishi so'radi mendan bu nimani bilmayapmiz deb. Mana shunaqa tug'ilgan joy keyin tepaga tushsalaring, u yerda qishloq chiqadi o'sha o'rtoqlar. Mana syujet olgani o'ta zo'r qishloq, zo'r nimalar, ham katta, bag'i o'rmon, bag'i ochiq, bag'i cho'l bor o'rtoqlar.
Вообще zo'r qishloq bu video syujet olgani. Tavsiya qilaman o'rtoqlar. Bu 5-setimiz edi. Xo'p o'rtoqlar, videomiz shu yerda tugadi. Top 5 ta setlarimizni sizlarga ko'rsatdim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, bitta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin o'rtoqlar. Shu bilan video tugadi o'rtoqlar. Hammaga